Yana o'sha kechagi masala bo'yicha negativchilar sizlarni kundan keldi bugun. Ichini yorib ko'rsatdik. Ichida hech narsa yo'q. Hozir buni to'k o'lchishini isbotlab beramiz. Safga olib ko'rishingiz mumkin. To'kka ulaymiz buni. Hamda lampochka yordamida sinab ko'ramiz bugun. Spirallar bu. Xo'p. Mana yonyapti. Pastda yo'q. Mana negativchilar ko'ringlar. Faza yoki nol tepada turibdi. Mana ikkinchisiga ulayapman. Yonmayapti. Mana yo'q. Bu lampochkani aldayapti. Mana endi buni tester yordamida aldab ko'ramiz. Lampochkani aldayapti. Testerda aldalmaydi mana. 250 tokimiz bor. Bunga fazamiz yoki nolimiz ulangan. Mana endi pastini ko'ramiz. Sovut turibdi. Ko'rishingiz mumkin, mana tok 100% o'tyapti. Kechasamiz aytganimdek 100% xavfsiz emas. Xavfsizlik uchun UZ avtomatini ko'rsatib o'tamiz. O'shani qo'yishlarini tavsiya qilaman. Albatta, zazimlaniya bilan birgalikda.